Ayollar ishlashi kerakmi? Umuman bu fikrga hamma har xil pozitsiyada. Kimdir ishlash kerak deydi, kimdir ishlashi kerak emas deydi. Lekin hayotim davomida bir voqea bo'lgan va ishlash kerakmi yoki yo'qmi degan savolga men o'zimga javob topganman. Bu voqea Hazrat bir kuni hammani majlisda yiqqan paytlarida bir bergan fikrlari men uchun juda katta dasturul amal bo'lgan. Qur'onda Iqro deb yozilgan. O'qi. U yerda ayol kishi, erkak kishi deb yozilmagan. Ilm olish. Va jamiyatda shunday kasblar borki, u kasblarda ayol kishi ishlash kerak. Uni mehri, uni yondashuvi va u bo'lishi kerak bo'lgan kasblar bor. Usiz bu kasblar rivojlanmaydi. Agar mana shu kasblarda ayol kishi ishlamasa, jamiyat, faoliyat, kasb rivojlanmasligi tayin. Lekin men ko'pincha talabalarimga, o'quvchilarimga va yaqinlarimga aytaman, birinchi o'rinda oila. Oilani eplab qo'yganda, keyin qo'lingdan kelsa, epla olsang, faoliyatni ham amalga oshirsang bo'ladi deb aytaman. Sizchi, siz bu mavzuda fikringiz qanday? Albatta, izohlarda fikringiz men uchun muhim. Yozib qoldiring.